Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketgan o'sha Andijon viloyati kambag'alchilikni qisqartirish va unga ko'maklashish bo'lim boshlig'ining o'rinbosari haqida gaplashamiz bugun. To'g'risi men bu rasmni ko'rib hayron qoldim. Sababi o'sha davlat idorasi, ya'ni o'zini ish faoliyatini olib boradigan joyda o'tirib narkotik moddalarni iste'mol qilib o'tirganligini ko'rib men hayron qoldim. Ming afsus, tizimda mana shunaqayin insonlar ishlaydi. Mana shunaqayin insonlar bor ekan, ayrim shunaqa insonlar bor ekan tizimda. Bizda hech qachon kambag'alchilik yo'qolmaydi. O'sha kambag'alchilikni qisqartirish va unga ko'maklashish bo'lim boshlig'ining o'rinbosari degan jumlasi meni ko'proq e'tiborimni tortdi. Ming afsus, o'sha kambag'alchilikdan qutulayman, birim ikki bo'lsin, uyimni qilay, joyimni qilay, mashina olay, uylanay deb ming afsuslar bo'lsinki, bizda aslida yoshlarimiz, ayollarimiz, qizlarimiz, aka-ukalarimiz butun dunyo bo'ylab tarqoq holatda, ayniqsa mana Rossiyada keyingi oyog'i bo'lib yurishibdi. Itchalik qadri yo'q. Buni Rossiyada yurganlar juda yaxshi biladi. Men nima haqida gapirayotganligimni. Itchalik qadri yo'q. Mana ko'pchilik ko'ryapti. O'sha aprelda oxirigacha berilgan imkoniyatdan foydalanib olayin deb FMSlarda soat 3 dan, kecha soat 3-4 dan borib ochrat olib 2-3 gacha, kunduzi 2-3 gacha ochratiga yetib bora olmaydigan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz itday xorizor bo'lib yurishibdi. Mana shu kambag'alchilikdan qutulayin deb mana shunaqa chet elda xorizor beribdi. Bu bizda okamiz esa mazza qilib kallani baklashga tiqib olib, bemalol bangini uryaptilar. Mazza sizga mazza. Mana shunaqa insonlar tizimda bor ekan, birinchi bo'lib xalqning ishonchsizligi prezidentga oshadi. Mana shunaqa insonlar bor ekan. Hammasi ham demayman, tizimda bor, ayrim gap egasini topadi. Ming afsus. Mana shunaqa ishlarni qilib, o'zini mas'uliyatini unutib qo'ygan xodimlar, tizimda ishlayotgan xodimlar. Buzoqda yugurgani deydi, samonxonagacha deydi. Bilib qo'ylaring. Salla o'ylamalaring, hech kim bilmaydi deb. Sallarni atrofingda yurganlar ayni ketingni olib tepadi, mazang nafsigdagi qochadi. Ko'rdingmi mana bittangni ahvoling mana? O'sha xonaning ichida 3-4 kishi bo'lgan, astagina rasmga olib turib ijtimoiy tarmoqlarga chiqaraverdi. Bu ham kam. Salla atrofingdagilardan kutgan. U begona yetiyot begonalardan kutmagan. Atrofingdagilar sallarni kimligini ayni ommaga olib chiqib oshkor qilib qo'yadi. Mana o'zini mas'uliyatini suiiste'mol qilib, davlat idorasi shu ishni qilganligi uchun mehnat shartnomasini bekor qilibdi. Ming afsuslar bo'lsinki, mana shunaqayin bangillar, narkoman ayrim shaxslar qavs ichidagi tizimda ishlab, prezidentimizga yolg'on hisobot berib, mana shuncha oilani kambag'alchilikdan chiqardik yoki bo'lmasa mana shuncha yoshlarni ish bilan ta'minladik deb prezidentga bo'lar bo'lmas yolg'on informatsiyalarni berib, ming afsus mana Rossiyani to'ldiraverlaring. Bilaman, sizlar ham ko'ryapsizlar mana shu Rossiyada bo'ladigan voqeani. FMSlarda qanaqa katta ochrat bo'ladiganligini. Ming afsus bu narsalarni Tashqi ishlar migratsiya agentligi ko'rib, haligacha og'ziga talqon solib indamay yuribdi. Haligacha. Mana bizda tizim qanday ishlaydi?